aka mashinalarni zo'rini kolleksiya qilib qo'ydingiz garajga. Ana endi bitta chiroyli uy olsangiz bo'ldi. Mana bu uyga qarang, ota-onaga bitta sovg'a qilsangiz, duolarni olsangiz, juda ham chiroyli. Fasadni qarang, ko'z ko'rganda quvontiradigan. 5 sotuvga bundan chiroyli fasad bo'lmasa kerak. Hamma yog'i travertin tosh. Mana buni qarang, toshoni turishini qarang. Bu yoqda xuddi shunaqa bitta yana kelik qo'yib qo'ysangiz bemalol sig'adi. Eng asosiysi uyimizda ikkita darvoza. Biz hozir oldi asosiy darvozada turibmiz. Yunusobod tumani Bobodehqonda 24/7 qo'riqlash xizmatiga ega mahallada turibmiz. Bunaqa mahallani Yunusoboddan qidirib ham topa olmaysizlar. Xo'p, 5 sotuv. Mana shunaqa avtomatik paliflariga ziloniy zonani qarang. Bu yoqda yozgi oshxonalari o'zining ichida sanuzellariga ega. Fasadni qarang, ko'rgan odam ko'zini quvontiradigan bo'lgan. Inshaalloh Yunusoboddan uy qarab yurgan do'stingiz bo'lsa, 2026-yil bitta qo'limizdan ochib duo qilib qo'yaylik. Sizga ham, bizga ham eng kamida mana shunaqa uylarda ota-onangiz bilan mazza qilib yashashlik nasib bo'lsa. Bu uyni kimga mana shunaqangi fayzli uylarni ravo ko'rsangiz, o'sha eng yaqin insoningizga bitta like bosib jo'natib qo'ying.